Aziz birodarlar va opa-singillar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mashhur hadislaridan birida shunday deyiladi: Qiyomat kelmaguncha vaqt juda tez o'tadi. Bir yil bir oydek, bir oy bir haftadek, bir hafta bir kundek, bir kun esa bir soatdek tuyuladi. Soat go'yo yonayotgan butaga yoki alanga porlashiga o'xshab ketadi. Hammasi juda tez o'tib ketadi. Odamlar vaqtning qadri va barakasini his qila olmaydi. Vaqtingizdagi baraka, ya'ni Allohning berilgan foydasi va osoyishtaligi sezilmay qoladi. Boshqa bir rivoyatda, yana Buxoriyda, u zot vaqtning qisqarishi, bevosita savobli amallarning kamayishi va ayrim turdagi fasodlarning ko'payishi bilan bog'lab aytganlar. Odamlarning aksariyati o'z vaqtining qadrini qariganda, sog'lig'i pasaya boshlaganda tushunadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: ikki ne'mat borki, odamlar uni qadriga yetmaydi. Ular sog'liq va bo'sh vaqt. Unda vaqtning barakasi nima degani? Men sizlar bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan olingan 7 yo'lni bo'lishmoqchiman. Birinchidan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ertalabki inson edilar. U zot shunday deganlar: saying, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ey Alloh, ummatimning erta tonglariga baraka ato etgin. Demak, u zot qilgan barcha ishlarini shaxsiy ham, ummat bilan bog'liq bo'lganlarni ham ertalab boshlaganlar. Ikkinchi narsa, gunohlardan va keraksiz mojarolardan saqlanish. Bu ikkalasi o'zaro bog'liqdir. Imom Malik bir shogirdiga shunday deganlar: Ey yigit, meni tingla. Men sendagi Alloh bergan bir nur, qalb nurini ko'ryapman. Bu nurni gunoh zulmati bilan o'chirib qo'yma. Gunohlar insonning hayotdagi barakasini kamaytiradi, mol dunyodagi barakani kamaytiradi, vaqtdagi barakani kamaytiradi, aql va tafakkurdagi barakani kamaytiradi. Gunoh qayerda bo'lsa, o'sha joyini iflos qiladi. Agar inson tartibsiz bo'lsa, hayotida ham shuncha tartibsizlik yuz beradi. Insonning aqli, qalbi va vaqti cheklangan. Agar ularni gunohlar va ularning oqibatlari bilan to'ldirsangiz, tabiiyki bu sizni falaj qiladi. Vaqtni samarali ishlatish imkoningiz qolmaydi. Uchinchi narsa, oilaga vaqt ajratish. Ko'pchilik shunday deydi: Oilamga vaqt topolmayman, lekin boshqa ishlarga vaqt topiladi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: Kim molining ziyoda bo'lishini va umrining uzayishini istasa, qarindoshlik aloqalarini mustahkam qilsin. To'rtinchi narsa, shukr amallari. Alloh taolo shunday deydi: Agar shukr qilsangiz, men ziyoda qilaman. Shukr qilishning ma'nosi sog'lig'ingizga minnatdor bo'lish. Mol dunyoga shukr qilish sifatida sadaqa qilish. Sadaqa molni ko'paytiradi. Alloh Davud alayhissalomning umriga baraka berdi. Davud alayhissalomning shukr amallari uni boylik va umrida baraka bilan ta'minladi. Beshinchi narsa, har kuni Qur'on tilovat qilish. Ayniqsa Baqara surasini. Payg'ambarimiz sahih hadislarda aytganlar: Baqara surasini o'qing. Uni o'qisangiz, barcha turdagi baraka eshiklarini ochasiz. Uni tark etish esa pushaymondir. Olimlar vaqtga taalluqli jihatdan aytadi: Qur'onning eng uzun surasi Baqara. Uni o'qisangiz, hayotingizga juda katta baraka ochiladi. Har kuni Qur'on o'qiydigan odamning vaqtida baraka ziyoda bo'ladi. Oltinchi narsa, zikrni kundalik odatingizga qo'shish. Bu oxiratda savobingizni oshiradi. Bu dunyoda qilgan ishlaringizda ham baraka beradi. Yettinchi narsa, unumli, samarali odamlardan iborat muhitda bo'lish. Bir yigit haqida hikoya bor. U juda katta maqsadga ega edi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vafot qilganida bu unga juda og'ir bo'lgan. Ammo uning ko'zi ham, qalbi ham Alloh roziligini izlab turardi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vafotidan keyin hamma Madinaga qaytdi. Safarda yurgan sahobalar ham Madinada edi. Ibn Abbos o'zi bilan teng 13 yoshli do'stiga dedi: Bugun payg'ambar sahobalari hamma joyda. Yur, ulardan ilm o'rganamiz. Do'sti esa aytadi: Sen boraver, men hordiq chiqaraman, kabutarlar bilan o'ynab yuraman. Ibn Abbos aytadi: Men uni o'z yo'liga qo'yib yubordim. Men sahobalar eshigi oldida hadis, fiqh ilmlarini o'rgandim. Yillar o'tdi. O'sha do'sti hali ham kabutarlar bilan ovora edi. Ibn Abbosning uyi esa islom tarixida birinchi universitetga aylandi. Bu yigit to'g'ri yo'lni tanlagan edi. Xulosa shuki, samarali, bilimli va mehnatkash insonlar bilan birga bo'ling.